xodimlarga yo'l yo'riqlar berish va ularni o'qitish. Demak, xodimlar mehnatni muhofaza qilish bo'yicha ikki xil yo'l yo'riq bor. Birinchisi kirish yo'l yo'rig'i, ikkinchisi demak ish joyidagi yo'l yo'riq. O'zi aslida mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunda bu bo'yicha alohida 25-moddada ta'kidlab o'tilgan. Ish beruvchi barcha yangi ishga kirayotganlar, shuningdek boshqa ishga o'tkazilayotgan yoki korxonaga yollanma ishchi bo'lib kelgan bo'lishligi yoki aytganimizdek subpodrachchi deymiz, u narsa sub ijrochi bo'lib kelganligi yoki ma'lum bir ishni bajarish uchun kelganligi yoki hatto o'sha qurilish hududini aylanib o'sha biron bir shartnoma tuzishmi, tanishib ketishmi yoki nima masala bilan kirishdan qat'iy nazar, u bilan albatta mehnatni muhofaza qilish bo'yicha muhandis kirish yo'l yo'rig'i o'tkazishi shart. Undan tashqari yana qonunda belgilab qo'yilganki, mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunda yo'l yo'riqlarni o'tadi. Ko'p korxonalarda shunaqa bo'ladiki, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha yo'l yo'riqlar o'tiladi, lekin bilimlar tekshiruvi o'tkazilmay qolinadi va shu bilan ba'zi bir ish beruvchilar, ba'zi bir kichik tadbirkorlar ikkita dona jurnal tutib qo'ydim, bo'ldi deb o'zligini xuddiki mehnatni muhofaza qilishni qoyillatib qo'ygandek harakat qilishadi. Bundoq emas. Chunki qonunda nafaqat ularni kirish va ish joyidagi yo'l, balki ularni bilimini tekshirish kerak. Masalan, o'sha yerda elektr payvandchi bo'ladigan bo'lsa, u tegishli ruxsat beruvchi guvohnomaga ega bo'lishi kerak. Guvohnomasi bo'lgandan tashqari ham korxonaning o'zida o'sha tegishli me'yoriy hujjatlarga asosan doimiy faoliyat ko'rsatuvchi imtihon komissiyasi tuzilgan bo'lishligi va bu komissiya ushbu xodimdan mehnatni muhofaza qilish bo'yicha bilimini tekshirib olgan bo'lishi kerak.